Xorazm vohasi va Amudaryo havzasi o'zining boy o'tmishiga ega. Afsuski, inson omili, ekologik o'zgarishlar va suv sathining kamayishi natijasida bu hududdagi ko'plab noyob hayvonlar va baliq turlari butunlay yo'q bo'lib ketgan yoki yo'qolish arafasida turibdi. Xorazm tabiatining eng katta yo'qotishi bu Turon yo'lbarsi. Bu ulkan yirtqich Amudaryoning quyuq to'qayzorlarida yashagan. Qadimiy manbalarda ularning ko'pligi sababli daryo bo'yidan o'tish xavfli bo'lgani aytiladi. Oxirgi Turon yo'lbarsi 1950-yillarning o'rtalarida Amudaryo deltasida yo'q qilingan. Ilgari qish fasllarida esa sayg'oqlar galasi Ustyurtdan Xorazm taraflarga, daryo bo'ylariga tushib kelishgan. Hozirda bu voha hududida ularni uchratish deyarli imkonsiz. Qizilqum kengliklarida yovvoyi eshiklar galalab yurgan. Hozirda ular deyarli uchramaydi. Ba'zi baliqlar daryo qurishi natijasida ko'payishdan to'xtab, deyarli qirilib ketdi. Shulardan soxta kurakburun faqat Amudaryoga xos, juda qadimiy va noyob. Hozirda deyarli uchramaydi. Orol baqrabaliq vohaning eng yirik va qimmatli balig'i edi. Hozirda butunlay yo'q bo'lib ketgan. Tabiatda faqat to'qajorlarda yashaydigan Buxoro bug'usi Xongul hozirda Baday To'qay qo'riqxonasida saqlanib qolgan. Amudaryo bo'ylarida yashagan O'rta Osiyo qunduzi ham daryo ifloslanishi va to'qaylarning kesilishi sababli juda noyob bo'lib qolgan. Xorazmning bu boy o'tmishini bilish bizga bugungi tabiatni asrash qanchalik muhimligini eslatadi.